ko'ruvchilar, mana bugun g'ishtlarimizda 4 tol yopib beryapmiz. Shunga 4 tol atrofidamiz kerak bo'lsa bemalol ko'rishlaring mumkin. G'ishtlarimizda soniga sifatiga javob beramiz. Xohlasa 10% chiqishi mumkin deyapti, lekin xudo xohlasa 10% ga to'g'ri chiqqani yo'q. Yaqindagi holatini ko'rsatib beraman. Xudo xohlasa g'ishtlarimiz ekanligini to'kilib turganda ham ushtalang bo'ladi. Umuman bunaqani o'zlaridan topolmaysiz. 20 ketsa, o'rtasida teshigi bor g'ishti ham bor, o'rtasida ikkita teshigi yo'g'i ham bor. Bemalol alohida chiqishlari mumkin. Ovozdan bilsa bo'ladi. G'ishtlarda qaysi holatda pishganini. Mashinalarda biz boramiz. Yaqindagi holatda ishlarimiz pishganligi o'ta zo'r. O'zimizning yaqin tumanlarga Boshqotirishdan Oltiariq, Marg'ilon, Kirib tumanlariga, Yozyovon tumanlarigacha xomushlarni jam etkazib beramiz. Kerak bo'lsa bemalol telefon qilamiz.